O'tgan darsda qanday qilib shu qismgacha bo'lgan botni qismlarini qilishni ko'rib o'rgandik. Endi bu darsda biza botga tugmalar qo'yishni o'rganamiz. Tugma yaratamiz. Masalan, hozir biza test uchun biror bir botni yasab ko'ramiz. Qanday bot qilsak bo'ladi? Oddiygina. Mayli. Hayvon nomini yozsa, hayvonlar bo'ladi, ustiga bossa o'sha hayvonni chiqarib beradi. Tugmalar muharriri, tugma qo'shishga bosamiz. Tugma qo'shishga masalan sher deymiz, yo sher emas, yo'lbars. Yo'lbars. Mana yo'lbars chiqdi. Yana bitta tugma qo'shamiz yo'lbars yonidan kiyik. Yo'lbars va kiyik paydo bo'ldi. Endi yana bitta yasaymiz. Yo'lbars, kiyik, kak. Yana qanday hayvon bor? Quyon. Muharrirni to'xtatishni bosamiz. To'xtatishni bosganimizdan keyin mana to'xtatib ketdik. Kiyikni bossak kiyik, quyonni bossak quyon, yo'lbars chiqibdi. Endi biza tugmalar joyini o'zgartiramiz. Quyonga bossam endi tugmani yonga, pastga, bu tomonga, o'ng tomonga, tepaga shuni joylashtirsak bo'ladi. Biza quyonni kiyikni yoniga joylashtirmoqchi biza. Ko'tarishni bosamiz. Endi quyonni o'ng tomondan emas, chap tomonga qilmoqchi biza. Butonni bitta bosamiz. Quyon butonga o'tdi. Bo'ldi, tayyor. Endi masalan kiyikni bossak, kiyikka bossak, kiyikni rasmini chiqarib bersin bizaga. Buning uchun xabarlar muharriri kiyikka bosganda, mana kiyik tugmasiga bosganda xabar jo'natamiz. Xabar qo'shishni bosamiz. Endi bizaga nima rasmi kerak? Kiyikni rasmi kerak. Kiyik deymiz, qidiruv berib, rasmlar. Shuni olib jo'natamiz. Kiyik tayyor. Endi to'xtatib ko'radigan bo'lsak mana start. Mana biza botga kirdik. Mana shu nimalar chiqdi, tugmalar. Kiyik tugmasiga bitta bossak, kiyikni rasmini chiqarib berdi. Quyon hali bularga joylashtirmadik. Endi bularga ham joylashtiramiz. Quyonga bosib xabar qo'shishni bosamiz. Va bu yerdan kiyik emas, quyon. Shundaygina olib olamizda. Jo'natamiz. Endi uchinchisiga yo'lbars. Yo'lbarsga xabar qo'shish qilamiz. Quyon ham tayyor bo'ldi. Endi yo'lbars. Tiger. Xo'sh. Mana shuni olamiz. Copyright capping. Bu yerda biza matn ham jo'natsak, xullas har qanday turdagi kontentni jo'natsak bo'ladi. Istasak fayl, istasak dastur, istasak APK fayl, istasak o'yin, har qanday kontent jo'natsak bo'ladi. Ovozli xabargacha jo'natsak bo'ladi. Endi biza nima qilamiz? Hozir biza yo'lbarsni rasmini jo'natamiz. Yana qo'shish tugmasini bosib, yo'lbars rasmi deb yozib qo'ysak ham bo'ladi. Endi muharrir to'xtatadigan bo'lsak, kiyik, quyon, yo'lbars rasmi chiqdi. Lekin hammaga bunday ko'rinmaydi bot. Nusxalab olamiz. Bizaga mana bu qismlari admin panel bu. Bu faqat bizaga ko'rinadi. Biza tahrirlay olamiz. Mana masalan, mana shu bu keres akkauntim. Mana bizaga chiqmaydi bu joylar. Kiyik deb bossak mana kiyik, quyon, botimiz shu ko'rinishda hozir. Mana shunday turibdi. Yo'lbars rasmini chiqarib berdi. Endi yo'lbars rasmini ham chiqarib berdi. Endi biz nima qilamiz? Yangi bir bo'lim ochamiz. Nima deb bo'lim ochamiz? Xo'sh. Nima deb bo'lim ochsak bo'ladi? Qo'shimcha panel deymizda. Panel bo'lib qoldi. Panel qilib qo'yaylik shuni. Yozdik. Copy text panel. Qo'shimcha panel har doim eng pastida bo'ladi. Ko'pincha mana shu yerga joylashtirib qo'yamiz. Qo'shimcha panel, stikerlar ham joylashtirsak bo'ladi bunga. Mana qo'shimcha panelda biror bir stiker qo'yib qo'ysak bo'ladi. Endi qo'shimcha panelning ichiga tugmalar muharriri yana bitta tugma qo'shamiz. Mana ichiga kirdik, qo'shimcha panel tugmasi ichiga. Endi buni ichiga tugma 1 va yana bitta tugma 2 deymizda. Xo'sh. Tepaga chiqarib, yonga o'tkazib qo'yib. Endi ko'radigan bo'lsak, masalaga bu akkauntimdan ko'rsak ko'proq
sal tushunarliroq bo'ladi. Mana bunday yozuvlarga chiqmayapti. Qayta start berish kerak. Start buyrug'i bu yerda. Qo'shimcha panel tugma 1, tugma 2. Mana qo'shimcha panellar ichiga tugmalar chiqdi mana. Tugma 1, tugma 2. Endi shu qismigacha bo'lgan joyi hammaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Endi biz nima qilamiz? Botga start bosganda xabar jo'natishni ko'rib o'tamiz. Uning uchun adminga bosamiz. Tarqatish. Adashib ketdim. Xabar jo'natish. Start uchun xabarga bosamiz. Salom, hurmatli foydalanuvchi deymizda. Mana shuni shundoq qilib qo'yib xabarni saqlash qilib. Endi ko'rayotgan bo'lsak, qayta start bersak buyruq. Bizga salom, hurmatli foydalanuvchi deb chiqarib berdi.